Bugungi videoda men serial uchun top 5 ta Minecraft modlarini obzor qilib chiqaman. Qani bo'lmasa let's go. Stop. Bu modlarni mening Telegram kanalimda topasiz. Telegram kanalim silkasi opisaniyada. Ana endi video boshlandi. Birinchi modimiz do'stlar, bu furnitura mod, ya'ni mebel modi. Mana bu do'stlar, qaranglar, mana bu yerda juda ham ko'p har xil turli xil mebellar bor. Bu mebellarni mana videolarimda, eski o'tgan videolarimda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Va mana bu yerda gamer stollar, har xil narsalar bor. Stol degan narsalar, mikrofon deganda hamma narsa bor do'stlar. Svetlar, har xil vanna degan kameralar ham bor. Bu yerda ana endi yana nima qoldi, nima olishimiz kerak? Xo'p, bu yerda kompyuter ham bor. Kompyuterni ishlatsa bo'ladi va mana bu narsasi ham. Xo'p, birinchi mana videoimda ko'rganingizdek videolarimda xuddi shunaqa Minecraft modlarini ishlatganman. Xo'p. O'tgan videoda ham men bu Minecraft modlarini ishlatganman. Bu juda ham zo'r mod. Bu modni albatta siz yuklab o'ynashsangiz bo'ladi. Juda ham zo'r mod. Bu modlarni meni Telegram kanalimda topishingiz mumkin. Telegram kanalimning silkasi opisaniyada. O'tib bemalol olishingiz mumkin. Bunda televizor ham bor. Televizorda har xil narsalar ko'rsatadi. Hozir televizorni ham ko'rsataman. Mana bu televizor. Xo'p, endi mana bunga birinchi pult kerak. Pultni topib olishimiz kerak. Mana bu yerda ekan, topdim. Control deb qo'yibdi. Xo'p. Mana buni bu yoqqa olib qo'yamiz va mana do'stlar, juda ham zo'r joylashib. Mana bu yerda multfilm, bu yerda anime, bu yerda futbol, bu yerda esa hech narsa ko'rsatmayapti. Demak, bu bolajon yoki aqlvoy. Shulardan bittasi bo'lishi mumkin. Bu kinoteatr, bu esa sport. Xo'p. Ikkinchi mod. Mana do'stlar, biz ikkinchi modimizga ham yetib keldik. Ikkinchi modimiz bu har xil оружиялар modi. Bu оружияларni, kompotni, artefaktni, dizerni videolarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Va hozir ovozi eshitilmayapti, chunki ko'proq mod qo'shib yuborganim uchunmi bilmadim, shunga hozir ovozi chiqmayapti, lekin juda ovozi baland. Bir o'zini qo'shib o'ynasangiz hamma moblarni o'ldirib tashlaydi. Mana drabovik, bu yerda revolver, AK-47. Nega g'orda video olyapsiz deyishingiz mumkin. Mana ahvol, hamma yer tiriq, tekislik yer yo'q. Va endi biz 3-modga qarab yo'l olamiz. Ketdik. 3-mod. Mana do'stlar, biz 3-modimizga ham yetib keldik. 3-modimiz bu telefon va pul modlari. Buni ham kompotni videolarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Va mana bu Bedrock versiya uchun. Do'stlar, bu versiya 1.20 versiya bor modlar shu versiyaga tushadi. Yana nega bu modlar tushmayapti deb meni kommentariyamda to'ldirib tashlamasanglar bo'ldi. 4-mod bu do'stlar NPC modlar. Bu har xil odamlarni qo'shib beradi. Ko'rishingiz mumkin, har xil odamlar bor. Buni hammasini ko'rsatib o'tirishim unchalik shart emas. Bu yerda juda ham ko'p va hammasini ko'rsatib chiqsam buni qizig'i qolmaydi. Shuning uchun ikkitasini ko'rsataman. Va mana bunisi ancha chiroyliroq ekan. Buni ham men videolarimda ishlatganman. Ko'rgan bo'lsangiz albatta mana bu yerga nima deb ism qo'yamiz? Jamol qo'yamiz. Bo'ladi, Jamol ismi ham. Va mana bu yerda har xil pozitsiyalarni tanlasangiz bo'ladi. Masalan, mana bu salom deb turibdi. Mana bu esa bilmadim nima qilyapti. Qanaqadir noma'lum qilyapti va bu yerda o'zingiz narsalar qilsangiz bo'ladi. Va mana bu yerda yotadi. Bu videolar seriallar uchun juda ham kerak.
kerakli mod. Va mana bu yerda o'tirib kech qilsa ham bo'lar edi. Mana o'tiribdi. Jamo o'tiribdi va mana qolganlarni ham ko'rsataylik. Xo'p, bu yerdagi hamma NPC'lar juda chiroyli. Mana bu ana endi keyingi mod. 5-mod. 5-modimizda ko'rib turganingizdek do'stlar, bu tugmalarni yo'q qilib qo'yadi. Bu tugmalarni yo'q qilish seriyalar uchun bemalol nima desa bo'ladi, bemalol tugmalarni yo'q qilib xuddi kompyuterda o'ynayotganday qilib qo'yadi sizni. Va mana teparoqlarga chiqib ko'rsataman. Ko'p teparoqlarda nimalar bor ekan? Mana bu furnitura mod orqali mana bu daraxtlarni bo'yashingiz mumkin. Nima? Hamma yerda yer yo'q. Aldaysan Sardor, nimaga birovlarni Tekstlik yo'q deganda mana bu yerda tekstlik chiqdi. Va do'stlar, shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Hammaga xayr.